Assalomu alaykum, barchangizga ajoyib kayfiyat tilagan holda biz o'zimiz Sherzod aka, narmanda gapiring deb intervyu olyapman. Qiz bola o'xshamay, o'g'il bola o'xshang. Nima farqi bor sizga? O'g'il bola yo'q. Apa da dedi bu tomada. Nima tutyapsiz buni? Sherzod aka intervyu olyapman. Qattan bunaqa qilib 3 xil tilda gapiradigan bo'lib ketgansiz. men qarangizdan sayt ekroniga o'xshab negativ bo'lib qolibsiz, xafa bo'lmang-ku. Atelab oldingizga kelib. Ha, bo'ldi. Endi bilasizlarmi? Ko'pchilik aytadi, aka siz rostdan ham xitoychani bilasizmi deydi. Yashirib yolg'on gapirib nima qilaman? Bilmayman, to'g'risi. Lekin salom aligini bilaman xolos. Xitoylar oldiga bor, mana hozir O'zbekistonda xitoylik ko'payib ketdi. Oldiga borib xitoychalar gapirsam, xitoylar tarjimon qidiradi. Hozir to'xtab tur dedi. Hali joyda tarjima hech narsani chiqarib bermaydi. Keyin ular o'ylaydi. Bu Xitoyda xorazmcha emasmikin biz tushunmayapmiz deb o'ylab qolishi mumkin-da. Qatdan bu qiz bolasi gapirish bu tug'mami yoki bir o'qib bilib o'rganib olganmisiz? Endi ko'pchilik aytadi, tug'mami yoki kechirmami deydi. Albatta bizda tug'ma Allohdan berilgan. Ikkinchi ovoz. To'g'risi. Haligi avvalan to'xtatuvchi. Men dodajon biroz ham yaxshi insonlar, ularni hurmat qilaman. To'g'rimi dodajon? People working for the free art to the war. Hammasi Allohdan. To'g'risida. Keyin bu qo'shimcha ish sirkda ham ishlaysiz. Albatta, mana hozir yangi shaharda Necha yildan ishlaysiz? 16 yoshimdan beri o'z sirk ko'rishni bitirganman. 16 yoshimdan beri gimnastika bilan shug'ullanaman. Bundan tashqari masxaravozi qilib bolalarning kayfiyatini ko'tarib, yoshim mana xudo xolasa bu yil 37 da, hali ham arqondaman. Kuchima qarang. Ama qo'lingizda qilsangiz mana bunaqa tekst turibdi. O'sha mahkam. Bunaqasi ham mahkam, o'sha bormi? Davay klasda. Degani sizdan o'g'il katta qilyapsiz. Endi sizdan o'g'lingiz katta bo'lib turib, shunaqa qilib sizga o'xshab qiz bolacha gapirib, pranklar qilib yursa nima deysiz? Malades o'g'lim deyman. Otangning o'g'li bo'libsan deyman. Lekin deyman, qiz bolani ovozini qilsan ham deyman, qiz bolani ishini qilmagin deyman. Qattiq bo'lgan deyman, sport bilan shug'ullangin deyman, chunki ko'chada yuraman, etib yuraman. 444 ming obunachim bor, undan tashqari nechtasi podpiska bosmagandir. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston tashqari kuzatadi. Taniydi sizni? Taniydi, ko'rgan, TikTokda, YouTube'da hamma joyda ko'rgan. Birontasi kelib turib, shapalaq qo'yar, bor shunaqa mushuklar ko'chada. Ukam normalniy yurgin, erkaksan-ku desa bo'ladi. Lekin men erkaklikka putur yetadigan narsa qilmaganman, qilmayman ham. Shunchaki bu Allohdan berilgan ovoz. Kuchima qarang, kuchimma deydi. Kerak aka, ketgan vaqtga rozi bo'ling. Rahmat. Rahmat sizga.